Assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar va bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi darsimiz hujjatlashtirish. Buxgalteriya hisobida hujjatlar va hujjatlar aylanishi to'g'risidagi nizomga ko'ra tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan barcha xo'jalik operatsiyalari tasdiqlovchi hujjatlar bilan rasmiylashtirilishi lozim. Ushbu hujjatlar boshlang'ich hisob hujjatlari bo'lib xizmat qiladi va ular asosida buxgalteriya hisobi yuritiladi. Ya'ni buxgalteriyada tuzayotgan har bir provodkangizni asosi hujjat bo'lishi shart. Hujjatsiz provodka berishga yo'l qo'yilmaydi. Boshlang'ich hujjatlar quyidagi majburiy rekvizitlarga ega bo'lishi lozim. Ya'ni hujjatlarda nimalar bo'lishi shart? Tashkilotning nomi, hujjatning nomi va raqami, uning tuzilgan sanasi va joyi, xo'jalik operatsiyalarining nomi, mazmuni va o'lchov birliklarini ko'rsatgan holdagi miqdor o'lchovi, xo'jalik operatsiyasini amalga oshirgan shaxslarning identifikatsiya qilish uchun zarur bo'lgan familiyasi hamda ismi va otasining ismining bosh harflarini yoxud boshqa rekvizitlarni ko'rsatgan holda lavozimlari nomi va imzolari. Misol uchun buyruqni oladigan bo'lsak, buyruqda tashkilot nomi bo'ladi. Buyruqning nomi, ishga olish, ishdan bo'shatish, ta'til berish va hokazo. Raqami, tuzilgan sanasi va joyi. Buyruqni mazmuni yoki shartnoma. Miqdor o'lchovlari ko'rsatiladi deyapti. Shartnomada, fakturada, davernislarda bo'lishi mumkin. Boshlang'ich hujjat elektron shaklda tuzilgan hollarda ular mazkur nizom va elektron hujjat aylanishi to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan majburiy rekvizitlarga ega bo'lishi lozim. Onlayn tartibda siz shartnoma imzolayapsizmi, faktura jo'natyapsizmi, unda ham rekvizitlar bo'lishi shart. O'zining majburiy rekvizitlari bor. Yuboruvchi, oluvchi, mas'ul shaxs, ishonchli vakil degandek. Nizom talablariga muvofiq tuzilgan boshlang'ich hujjatlar amalga oshirilgan xo'jalik operatsiyalari haqidagi ma'lumotlarni buxgalteriya hisobi registrlarida aks ettirish uchun asos bo'ladi. Hali boshda aytganimizdek, har bitta provodkangizni asosi bo'lib xizmat qiladi. Bir nechta provodkalarni ko'rib o'tamiz. Buxgalteriyadagi dastlabki provodka ustav fondi hisoblanadi bo'ladi. Ya'ni siz korxona ochgan paytingizda korxonaning nizomini ham shakllantirasiz. O'sha nizomga asosan jamiyatning ustav fondi degan bo'limida jamiyatning ustav kapitali qancha ekanligi belgilab qo'yiladi. O'sha summaga nisbatan 46.10 debitda, kreditda 83.30 provodka tuziladi. Bu nima degani? 46.10 ta'sischinin qarzi, jamiyat oldida qarzi ortdi va ustav kapitali belgilandi. Uning asosi aytganimizdek korxonaning ustavi. Ta'sischilar hisob raqamiga pul topshirdi. Endi ta'sischilar ustavni shakllantirish maqsadida bankka borib korxonaning hisob raqamiga pul topshirishdi. Ta'sischining qarzi kamaydi, aktiv shot kreditda kamaydi va pul mablag'lari ko'paydi, debitda 51.10. Buni asosi kvitansiya yoki bank ko'chirmasi. Bank ko'chirmasi deganimiz hamma har xil nomlaydi. Bank vipiska, bank оборотка deydi. Qaysi biri qulay bo'lsa, ataveradi. Hisob raqamidan kassaga pul olindi. Demak, hisob raqamida pul kamaydi, kassada pul ko'paydi. 50 debit, 50 kredit. Buni ham asosi chek yoki bank ko'chirmasi. Mol yetkazib beruvchilarga bo'nak to'landi. Bo'nak degani avans, uni tushundik. Mol yetkazib beruvchilarga pul ko'chirish uchun dastlab shartnoma bo'lishi kerak o'rtada. Shartnomaga asosan pul chiqariladi. Falon sanadagi falon raqamli shartnomaga asosan falon mahsulotlarni yoki tovarlarni olish uchun oldindan to'lov. Buni asosi to'lov topshiriqnoma yoki platejniy поручение deydi. Endi pul ko'chirgandan keyin pul ko'chirgan korxona mahsulot olinadigan korxonaga ishonchnoma rasmiylashtirib berish kerak. Ya'ni korxona o'zining ishonchli vakiliga davernis beradi. Ishonchnoma shu shaxsga ishonaman, shu mahsulotlarni olib kelish uchun deb. Ishonchnomani 3 tomon tasdiqlaydi. Oluvchi, beruvchi va o'rtadagi ishonchli vakil. Ishonchnomaga asosan mol yetkazib beruvchi, ya'ni sotuvchi tomon mahsulotlarni berib yuboradi. Mahsulotlarni berganda ular hisob varaq, faktura hamda tovar transport yuk xati rasmiylashtirib beradi.
Ishlab chiqarishga materiallar berildi. Ishlab chiqarish ortdi 20 yon, skladda un materiallar kamaydi. Buni asosi talabnoma. Talabnoma deganda o'sha ishlab chiqarish sex rahbari yo mas'ul xodimi rahbarga, jamiyat rahbariga talabnoma bilan chiqadi. Biz bugungi buyurtmalarni bajarishimiz uchun, misol uchun 10 ta MDF eshik yasash kerak bo'lsa, kalkulyatsiyasi bo'yicha qancha reka kerak, qancha MDF mahsulot kerak, qancha shurup kerak, oshir kerak, talabnoma bilan chiqadi. Bizga shuncha narsa kerak deb. Rahbar tasdiqlagandan so'ng u bilan ombor mudirini oldiga boradi, zavskladga, ya'ni. Keyin u yerda yuk xati, ichki yuk xati tuziladi. Olinayotgan mahsulotlar o'lchov birligi soni yozib chiqiladi. Topshirdim, qabul qildim deb qo'l qo'yiladi va 3 nusxada tuziladi. Bir nusxasi bugalteriyaga chiqadi. Bugalter o'sha bir nusxa yuk xatiga asosan ishlab chiqarishga materiallar berildi degan provodkani tuzadi. Ishlab chiqarish ishchilariga ish haqi hisoblandi. Ish haqidan qarz ortdi, 67 yil kreditlandi hamda ishlab chiqarish hajmi ham ortdi, 20 yil debitlandi. Buni asosi ta'bil. Agar korxonada xodimlar bo'limi bo'lsa, xodimlar bo'limi yokida xodimlar bo'limi bo'lmayotgan bo'lsa, o'sha ishlab chiqarish sexi rahbari bo'lishi mumkin, bir mas'ul shaxs bo'lishi mumkin, ta'bil yuritadigan. Bir oy davomida ishchilarni ishlagan soatlarini, vaqtlarini ta'bilga tushirib boradi. Oy yakunlangandan so'ng o'sha mas'ul shaxs imzolaydi, rahbar imzolaydi, pechat qo'yadi. Buni nusxasi bugalteriyaga chiqadi va bugalter o'shanga asosan oylik ish haqi hisoblab yozadi. Jamiyat ishchini ishlatganligi uchun ijtimoiy soliq to'laydi dedik. Ishchi daromad qilganligi uchun daromad solig'i to'laydi hamda NPS to'laydi. Bularni to'rtala provodkaga ham ta'bil asos bo'lib xizmat qiladi. Omborga tayyor mahsulot qabul qilindi. Endi ishlab chiqarish sexdan tayyor mahsulot skladga o'tkazildi. Bunda ham ichki yuk xati tuziladi. Topshiruvchida ishlab chiqarish sexining mas'ul xodimi bo'ladi, qabul qiluvchida zavsklad bo'ladi. Xaridorlarga mahsulot yuklab jo'natildi. Xaridorlarga mahsulot berishdan avval xaridorlar bilan siz shartnoma imzolaysiz. Mahsulotning turi, o'lchov birligi, narxlari keltirilgan bo'ladi. Ikki tomon rizochilikda shartnoma tuzadi. Shartnomaga asosan ular davernis beradi. Davernisga asosan siz mahsulotlarni berib yuborasiz. Mahsulot berilganda hisobvaraq, faktura hamda tovar transport yuk xati rasmiylashtirib berasiz. Xaridorlardan pul kelib tushdi. Xaridorlar olgan mahsulotlarni pullarini to'lashdi. Bu provodkaning asosi platejniy поручение, o'sha to'lov topshiriqnomasi yoki bank ko'chirmasi bo'lishi mumkin. Endi har bitta hujjatni rasmiylashtirishni ko'rib chiqamiz.